Assalomu alaykum, hurmatli biologiya ixlosmandlari. Bugungi mavzuyimiz kodominantlik deb nomlanadi. Kodominantlik mavzusi ko'p allellilik mavzusining mantiqiy davomi sifatida qaraladi. Sababi kodominantlik hodisasi ham ikkitadan ortiq allel genlar ishtirokida yuzaga chiqadi. Demak, tayyor bo'lsangiz mavzuni boshlaymiz. Kodominantlik bu heterozigotal organizmlarda har ikkala allelga xos belgilarning yuzaga chiqishidir. Unda har bir allel ishtirokida alohida oqsil sintez qilinganligi uchun heterozigotal organizmlarda har ikkala allelning ham oqsili uchraydi va har ikkala gen bir-biridan mustaqil ravishda o'z ta'sirini yuzaga chiqaradi. Allel genlarning birga kelib, yangi bir belgi, ya'ni ota-onada uchramagan belgining yuzaga chiqarishi bu kodominantlik hodisasi deyiladi. Deylik, masalan, o'simlik gulida pushti rangni yuzaga chiqaruvchi, deylik, genlar dominant gomozigota holatda bo'lsin, sariq rangni yuzaga chiqaruvchi genlar retsessiv gomozigota holatda bo'lsin. Ana endi heterozigota holatda heterozigota genotipga ega organizmlarda esa ham pushti rangni yuzaga chiqaruvchi gen o'zini oqsilini sintezlaydi, ham sariq rangni yuzaga chiqaruvchi gen o'z oqsilini sintezlaydi. Ya'ni har ikkala turdagi, har ikkala allelga xos bo'lgan oqsillar sintezlanadi. Yoki bo'lmasam qizil rangli va oq rangli gulli o'simliklar, deylik, o'zaro chatishtirilganda, albatta qizil rangni ko'rib turibmiz. Qizil rangni yuzaga chiqaruvchi, deylik, genlar dominant gomozigota holatda turibdi. Gultoji barglarning oq rangda bo'lishini yuzaga chiqaruvchi genlar esa retsessiv gomozigota holatda turibdi. Olingan avlod o'z-o'zidan genotip jihatdan heterozigota holatda bo'ladi va bu o'simlikda gullarning, gultoji barglarining ba'zi birlarining rangi oq, ba'zi birlarining rangi qizil rangda bo'ladi. Ya'ni kodominantlik hodisasi natijasida har ikkala allelga xos bo'lgan oqsillar sintezlanadi. Yoki bo'lmasam, deylik, qoramollarda oq rangli hamda qizil rangli, deylik, qoramollar o'zaro chatishtirilganda ulardan olingan avlod ola-bula rangda bo'ladi. Ya'ni albatta genlar o'ziga xos oqsillarni sintezlash hisobiga yuzaga chiqadi. Xo'roz va tovuqlarda, deylik, oq va qora rangli xo'roz tovuqlar o'zaro chatishtirilganda ulardan olingan avlod ola chipor rangda bo'ladi. Mana genotiplari tasvirlangan, deylik, ola chipor rangda bo'ladi. Mana shu hodisalar aynan kodominantlik hodisasiga misol bo'ladi. Kodominantlik hodisasini yana ham aniqroq tushunib olishimiz uchun biz bu hodisani to'liq dominantlik hamda chala dominantlik hodisalari bilan taqqoslab o'rganamiz. Demak, to'liq dominantlik. To'liq dominantlikda aynan dominant gen to'liq ustunlik qilib, o'zini belgisini namoyon qiladi. Dominant gomo va heterozigota holatlarda belgi bir xil namoyon bo'ladi. Masalan, qizil rangni yuzaga chiqaruvchi gen dominant gen, oq rangni yuzaga chiqaruvchi gen retsessiv gen bo'lsin. Bularni o'zaro chatishuvidan, deylik, keyingi avlodda, F1 avlodda genotip heterozigota holatda, fenotip esa aynan qizil rangda yuzaga chiqadi. Bu albatta Mendelning birinchi qonuniga muvofiq belgilarning bir xillilik qonuni, birinchi avlod duragaylarning bir xillilik qonuniga mos keladi. Xo'p, agar olingan avlod o'zaro chatishtirilsa, ya'ni heterozigota organizmlar o'zaro chatishtirilsa, ulardan olingan avlod keyingi avlodda, demak, 3:1 fenotipik nisbatda qizil va oq avlod olinadi. Qizil va oq rangni yuzaga chiqaradigan avlod olinadi. Albatta, genotip jihatdan dominant gomozigota bitta, heterozigotalar ikkita va retsessiv gomozigota bittani tashkil qiladi. Chala dominantlik hodisasida esa xuddi shunday
belgilar olinadigan bo'lsa, ya'ni qizil rangni yuzaga chiqaruvchi dominant gamma zigota, oq rangni yuzaga chiqaruvchi retsessiv gamma zigota deylik genotiplardan keyingi avlodda geterozigota genotipga ega bo'lgan pushti rang yuzaga chiqadi. Olingan avlod geterozigota genotipli avlod o'zaro chatishtirilganda ular dominant gamma zigota holatda qizil rangni, retsessiv gamma zigota holatda oq rangni va geterozigota holatda pushti rangni yuzaga chiqaradi. Bu yerda ajralish nisbati qizil rang uchun bitta, pushti rang ikkita, oq rang bitta. 1 2 1 fenotipik nisbat, 1 2 1 genotipik nisbatni yuzaga chiqaradi. Kodominantlik hodisasida esa birinchi juft, demak birinchi allellar deylik dominant gamma zigota holatda qizil rangni yuzaga chiqarsa, ikkinchi juft allel retsessiv gamma zigota holatda deylik oq rangni yuzaga chiqarsa, ular o'zaro chatishtirilganda ulardan olinadigan avlodda har ikkala belgini yuzaga chiqaradigan genlar bo'ladi va ular o'ziga xos oqsilni yuzaga chiqaradi. Deylik mana yarim holatda ifodalaganmiz qizil rang, yarmi oq rangni yuzaga chiqaruvchi. Xuddi shunday olingan avlod o'zaro chatishtirilganda, aynan dominant gamma zigota holatda A1 holatida demak qizil rang yuzaga chiqaradi. A2 holati yoki retsessiv holat deb aytsak ham bo'ladi. Bu holatda oq rang yuzaga chiqadi. Geterozigota holatlarda esa har ikkala demak genga xos oqsil sintezlanib, har ikkala rang yuzaga chiqadi. Kodominantlik hodisasini odamlarda qon guruhlarining irsilanishi misolida ko'ramiz. Odamda qon guruhlarining irsilanishi AB0 sistemi orqali ifodalanadi. A geni odamda odam eritrotsitlarida hop aglisinogen A bo'lishini ifodalab keladi. B geni esa eritrotsitlar yuzasida aglisinogen B oqsilining mavjudligini ifodalaydi. 0 geni esa aynan eritrotsitlar yuzasida A yoki B genlarining bo'lmasligini ifodalab keladi. Ya'ni A ham B ham bo'lmaydi shunda. Ana 3 xil allel orqali qon guruhlarining ifodalanishi, demak 4 xil qon guruhi ifodalanar ekan. Birinchi qon guruh genotip quyidagicha bo'ladi. 00 holatda, sababi eritrotsitlar yuzasida aglisinogen bo'lmaydi, umuman bo'lmaydi. A ham B ham bo'lmaydi. Ana birinchi qon guruhida aglisinogen A ham B ham yo'q. Shu vaqtda qon plazmasida aglutinin alfa hamda aglutinin beta bo'ladi. Ana birinchi qon guruhni eritrotsitlarning tuzilishi. Ikkinchi qon guruhda genotip gamma zigota holatda AA holatda, geterozigota holatda A0 holatda bo'ladi. Eritrotsitlarning yuzasida aglisinogen A bo'ladi. Bu yerda esa mana ikkinchi guruhning ifodalanishi, eritrotsitlarning tuzilishi. Mana eritrotsit yuzasida aglisinogen A bor, plazmada esa shu vaqtda aglutinin beta bo'ladi. Uchinchi qon guruhda, demak gamma zigota holatda BB, geterozigota holatda B0 bilan ifodalanadi. Bularda eritrotsitlar yuzasida aglisinogen B bo'ladi. Mana 3-qon guruhning ifodalanishi, eritrotsitlarning tuzilishi, aglisinogen B bor eritrotsitlarda, qon plazmasida esa aglutinin alfa tutadi. 4-qon guruh AB genotip bilan ifodalanadi. Eritrotsitlar yuzasida aglisinogen A va B tutadi. Mana 4-qon guruhning eritrotsitlarning tuzilishi. Bu vaqtda qon plazmasida aglutinlar umuman bo'lmaydi. Endi kodominantlik hodisasida ko'p ishlatiladigan asosiy formulalar haqida gaplashamiz. Bu yerda allellar sonini ifodalab keladi har doim. Genotip sonini ifodalash uchun n ko'paytirilgan n plus 1 taqsim 2 formulasi bilan ifodalanadi. Xuddi ko'p allellik kabi. Faqat fenotiplarning sonini topish sal farqlanadi. Fenotip soni ko'p allellikda n ni o'zi edi, kodominantlikda esa hop, fenotip soni n plus kodominantlik hodisasi
bilan ifodalanadi. K-dominantlik degani nima? Ya'ni genlarni tengligi nechta bo'lsa, o'shancha qiymat yoziladi. Agar bu yerda bitta tenglik bo'ladigan bo'lsa, K-dominant qiymati 1 ga, ikkita tenglik bo'ladigan bo'lsa 2 ga, uchta tenglik bo'ladigan bo'lsa 3 ga teng bo'ladi. Gamozigota genotiplar soni har doimgidek n bilan, heterozigota genotiplar soni esa n ko'paytirilgan n-1 taqsim 2 bilan ifodalanadi. Masalan, allellar soni 3 ta bo'lsa, shu qon guruhlarida, demak n ning qiymati 3 bo'ladi, allellar soni 3 ta. Xo'p, genotip qanday topiladi? Genotip quyidagi formula yordamida topiladi. Mana n ning qiymati 3 bo'ladigan bo'lsa, 3 ko'paytirilgan 3 - 1 taqsim 2. Demak, 6 ta genotip bo'lar ekan. Ana 6 ta genotip. Birinchisi, ikkinchi, uchinchi genotip, to'rtinchi, beshinchi hamda 6 genotip. Birinchi qon guruh, ikkinchi, uchinchi va to'rtinchi qon guruhlarining ifodalanishi 6 ta genotip orqali ifodalandi mana. Endi fenotip soni qanday topiladi? Demak, k-dominantlik hodisasi, ya'ni belgilarning teng kuchlilik hodisasi bu yerda bitta bu yerda. Shuning uchun ham n ga 1 qo'shiladi. Allellar soni 3 ta edi, n ning qiymati 3 edi. Bitta k-dominantlik hodisasi bor, teng kuchlilik bor. Shu uchun 1 ni qo'shsak, jami 4 ta fenotipik guruh farqlanar ekan. Qon guruhlarini ham shu uchun 4 xil guruhi farqlanyapti. Birinchi, ikkinchi, uchinchi va to'rtinchi guruh. Gamozigota genotiplar soni n ta bo'ladi deb ifodaladik. Ya'ni n ning qiymati 3 bo'lgan vaqtda 3 ta. Qaysilar? 0 holat, A holat, B holat, gamozigota holat hisoblanadi. Heterozigota genotiplar soni quyidagicha topiladi. Ya'ni n ko'paytirilgan n-1 taqsim 2. N ning qiymati 3 bo'ladigan bo'lsa, 3 ko'paytirilgan, xo'p, 3 - 1 taqsim 2 bo'ladi. Xo'p, bu yerda deylik, sal xato ketibdi shu yerda. Bu yerda 2 emas, 3 bo'lishi kerak. 3 bo'ladi. Demak, 3 bo'ladigan bo'lsa, ayirma 2, 3 kara 2, 6, 2 ga bo'lib yuborsak, jami 3 chiqadi. Demak, heterozigota genotiplar soni 3 ta ekan. Allellar soni 4 ta bo'lgan vaqtda, n ning qiymati 4 ta bo'lgan vaqtda yoki 5 ta bo'lgan vaqtda ham aynan shu formulalar orqali biz kerakli ifodalarni topib, hisob-kitob qilishimiz mumkin. Masalan, allellar soni 5 ta bo'ladigan bo'lsa, bundan genotip sonini topmoqchi bo'lsak, n ning qiymati 5 ga teng. Mana bitta k-dominantlik hodisasi bor bu yerda. A2, A3 o'rtasida 5 ko'paytirilgan 5 + 1 taqsim 2 teng umumiy 15 ta genotip bo'lar ekan. Ana 15 ta genotipni yozib chiqamiz. A1 uchun A1, A2, xo'p, 15 ta genotipni bu yerda mana bu yerda yozilgan. A1 uchun A1, 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 A2, A1, A3, A1, A4, A1, A5. Demak, aynan A1 uchun 5 xil genotip bor ekan. A2 uchun A2, 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 A3 bilan alohida bitta belgini yuzaga chiqaradi. Shu uchun A2 ni belgisini yuzaga chiqaradi deb olmaymiz. Alohida yangi bir belgini yuzaga chiqaradi deymiz. Shuning uchun ham A2, A4, A2, A5 bu yerda A2, A3 bo'lmaydi genotip. 3 ta genotip bo'ladi. A3 genotipida ham xuddi shunday A3, 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 A4, A3, A5 3 xil genotip bo'ladi. A4 geni ham A4, A4 holatda, A4, A5 holatda keladi genotipda. A5 ni o'zi keladi alohida, A5, A5 holatda keladi. Endi k-dominantlik hodisasi tufayli A2, A3 bilan birgalikda kelganda teng kuchli bo'lgani uchun alohida yangi bir belgini yuzaga chiqaradi. Shuning hisobiga demak bu yerda fenotipik guruhlar soni 6 tani tashkil qiladi. Mana 1, 2, 3, 4, 5, 6. Xo'p, gamozigota genotiplar soni n qiymati bilan belgilanadi. N 5 bo'lsa, demak ular soni ham 5 ta. Mana 1, 2, 3, 4 hamda 5. Heterozigota genotiplar sonini topish uchun shu formulaga qo'yamiz. Ya'ni n ko'paytirilgan n-1 taqsim 2 formulasiga qo'yamiz. Ana bundan 10 kelib chiqar ekan, heterozigotalar soni 10 ta ekan.
Mana bu yerda heterozigotalar soni yozilgan. Mana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ta heterozigota genotip bor ekan. Masalan, ma'lum bir o'simlik turida gul rangining irsiylanishi 5 xil allel gen bilan belgilanadi va genlar orasidagi munosabat quyidagicha. Mana genlar orasidagi munosabat berilgan. Olinishi mumkin bo'lgan genotipik va fenotipik guruhlar soni qaysi javobda to'g'ri ko'rsatilgan? Demak, genlar, allellar soni 5 ta ekan. Biz bu yerdan genotip sonini topmoqchi bo'lsak, formulaga qo'yamiz. N ko'paytirilgan n plus 1 taqsim 2 formulasiga n ni qiymati 5 bo'ladigan bo'lsa, 5 ko'paytirilgan 5 plus 1 taqsim 2 teng 15. Demak, genotip soni 15 ta bo'lar ekan. Xo'p, fenotip soni n plus kodominantlik hodisasi bilan ifodalanadi. Bu yerda bitta kodominantlik bor. Shuning uchun 5 plus 1 bo'ladi. Jami 6 ta fenotipik guruh bor ekan. Genotipik guruhlar, genotiplar soni 15 ta, fenotip soni 6 ta. 15 u 6 degan javob. A javob bo'lar ekan, to'g'ri javob. Keyingi masalaga o'tamiz. Keyingi masala mana bu masala vazifa sifatida beriladi. Javobini kommentariyada qoldiramiz. Shu bilan bugungi mavzuyimiz yakuniga yetdi. Xayr, salomat bo'ling.